ish qilib sartaroshxonamikin bu? Ana bir narsa qayta rasm turibdi-yu. Good morning. Aka, sartaroshmisiz? Yo, stilistmiz. Voy, stilist ekan bu. Soch olasizlarmi, soch? Da, no da. Bo'l, qoching aka, ana olib qo'ya qolsin, men sochimni. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling o'tiring. Bunisi ham stilist ekan-ku. Normalniy, xavotir olmang, keling. Bo'pti, faqat qo'ling tiqqizmasdan ollaring. Sidite ровно. Sekin o'tiring, stol sinadi. Mahallada nomimiz chiqib ketmasa bo'ldi. Mana kaskiga zop qo'ying. Wow, bo'yinni. Ha endi tosh ko'targanda shunaqa bo'yin baqvatlashib ketadi. Yo, просто bir yuvib turish kerak, aka. Tima, Da. mana buni yuvamizmi sochini? Bu sochimi? Qaynat bu sochchi. Uyda yog' yo'qmidi? Yo'q, qolmadi. Mana shuncha yog'. Zig'ir yog'. Maya qaralaring. Ha. Erkak kishi bilan ayol kishini farqi bo'lishi kerak. Oddiy hayvonlarda ham farq bo'ladi. Masalan, tovuq bilan xo'rozni farqi, xo'rozni pixi bo'ladi, pixi. Urishganda tiqib oladi pixini. Orisa kerak. Endi shu bolalardan uyga borsa, bolalari dada deb kutib oladi-da. Ana maktabda ota-onalar majlisiga faqat dadalar kelsin desa qaysi biri bor akin? Bu bolalarcha ana Vayankamatda 11-xonadan qaytgan bolalar. Masalan, men erkak kishilik uchun xotinim telefoniga erim deb yozib qo'ygan. Erim, seni nima deb yozgan xotining? Solnishka. Sochchali. Mana. Tekis yo'l. Ha. Yelida ketyapsan. Aha. Yamabot. Taqqiqdi. Achinasanmi? Veligami? To'ri kilo. To'ri o'rningda. To'r, mana yo'q. Maydonchilik qilasan lekin. Men nima tirjayapsan? Nima tirjayapsan? Bitta uraymi? Ur. Jag'im chiqib ketsin. Urama. Ur. Ana, ho'pa.